Hozir birozda ko'rsatuvingizlar qanday qildingiz? Саламатсыздар, биздин каналдын көрөрмандары, мекендештерим, замандаштарым, кутмандуу күнүңүздөр менен. Биз бул чыгарылышта сиздерге Кадамжай район Үчкоргон айылында жайгашкан кичи өндүрүш чарбаны көрсөтүп беребиз. Эси экран астында Мадамин Жароев агабыз. Негизи билесиздер, базарларда көп колдонобуз. Мына ушул яшикчелерди чыгарат экен. Мадамин эке кандайсыз? Жакшы, Кудайга шүкүр. Иштериңиз жакшыбы? Жакшы, түзөк. Чарба кетип атабы? Кудайга шүкүр бөлөптү. Ашы ишimiz яшик тайёрлаш. Ушуну чыгарасыз сиз? Мева-чеваларга яшик тайёрлап беребиз, элге. Бу основном кайсыларга чыгарылат? Кайсы мөмө жемиштерге? Бу азыр олмага тайёрланыпты. Да, кайсыларга чыгат? Olma, şaftali, xurmo, uzum, hamma qaysi razmerda bo'lsa chiqara, qaysi meva pishsa, sezonga qarab chiqarib beraveramiz, zakazga qarab. Buni shular yashikka qo'llanadi, ha? Bardig'i yashikka, zakatovka bu. Bu qanday terekdir endi? Bu amerikanskiy terek, kanifor deyiladi. Jo'n terekdir jarayib, jaramaydi? Jaraydi. Jaraydi ekan. Bular hozir qancha santimetrlik ham uzunligi? Bular 50 bilan 80 ga kesiladi. 50, ana 80 santimetrlik. Bu kichik öndürüş çarba, ya? Ha. Yashik. Mana bir chetdan ko'rsatilishi. Mana bu yoqdan tashiydi. Bu yoqdan zakatovka qilib, bu yerda sanoqlarga chiqaradi, dasturga chiqaradi, bu yerda. Bu yoqdan bölüp oladi ekan da. Ha. Mına palışkalar. Bazarlarda, fruktu bazarlarda mına şunda yashiklar qo'llaniladi. Mana shu yaximiz bu yerda zakatovka qilib olamiz, yashikka dasturga deyiladi, dasturga tayyorlab olamiz. Ana kutoktordu maydalab silet ekan ham. O'ta tez bu. Biz hazır prosesni bir chetdan ko'rsatib beramiz. Ana hem bir kunda kun jumus to'xtatib bo'ladi. Svet bo'lsa to'xtamaydi. Yo'q, misol qish yoz ayirmasi yo'q-ku. Qishda 2 oy dam olamiz, 2-3 oy dam olamiz, yana bahorda zakatovka boshlanadi. Qishda 2-3 oy dam olib, yoz kelganda qayra boshlanadi ekan. Fevral oylaridan boshlanadi, dekabrlarda to'xtatadi. Hozir olma sezon keldi. Olma sezon. Olma, undan keyin xurmo boshlanadi, xudo xolasa xurmoga qilamiz. Ondan keyin xurmo boshlanadi ekan, xudo zakatovka. Bundan keyin ne qiladi endi? Bundan keyin razmerga kesib oladi. 48-50 razmerlar bo'ladi, 37 razmerga kesib oladi. Hozir. Qani? Razmerga kesib ko'rsatsin? 2-3 qana ko'rilishi. Pauza qilib turing. Pauza. Bo'ldi. Lapasini qo'y. No, kırsaya ya que var mı? Böyle. Oldu. Qancha palishka chiqadi endi bular? Eseptay olmaydi bana. Ya bular o'sha hisoblab chiqarishadi, bu komplektga nima qilishadi-da, har 4 xil 5 xil razmerda bo'ladi. Bir kunda minta 1,5 mintaga zakatovka qilib berishadi bolalar stanoyda. Bir kunda 1000, 1,5 yashik chiqadi. Yashikka. Qana juringizchi. Bu qancha yildan beri ishlaysiz mintib? Bir 10 yil bo'ldi. 10 yildan beri. Burun o'zingiz jasaytlangiz. Ha, burun o'zim. Bu yerda madas chiqqan dasechkam bu bolalar qoqadi. Dedi. Ustalar. Ha. Mana tayyor yashiklarimiz, tayyor yashiklar nima bo'ladi? Kuniga
1,5 minutagacha chiqarishadi. 4-5. Bir adam qancha chiqaradi endi bir Bir kunda? bola 200 ta, 250 ta, 300 tagacha uradi. Birov. İşleshine yarasha. Ishlashiga. Bir yashik qancha minutda bitira oladi ana? Primerni bir 5 minutga boradi, 0 dan boshlasa. Hozir bular nimasini tayyorlab olgan? Mana aslan noshkasi bilan nimasi deyiladi? Golovkamiz. Yoni. Ana. Bulcaq жаңы boshladi. Bir ko'rsatib qo'ying. Qo'qo'lar hayajonlanmasdan qo'qo'lar. Bular shunda ilmek a? Mıhtı iliyorlar. Qanday masalan ishlab qo'qo'lar. Amaday qoqib tururlar rostlardan emas. Bir ikkita tayyorlab turing, ketamiz. Qo'lga urib olmaysizmi? Boshidachi? Boshqa urganmiz. Qancha yildan beri ishlayotasiz? 10 yil. 10 yil. Monch ilib olganda Ha. jilet ekan. Nima? Ilib ko'rsating maqti. Nima? Shiqqa. Ha. Mana qilib ilib oladi. Qo'liga kimani ish oladi. Bo'ldi, tushunukli. Eng asosiy prosesslari bir yashikdan. Finish. Madam aka qana? Uchurda 5 bola ishlayapti. 5 bola. Bu chiqqan yashiklar. Har biri eseptib o'zini tiyadi. Bardig'i o'zinikini hisoblab nima qiladi? Qara juringizchi. Skladingiz qay joyda? Mana shu navesiga tayyor nimani qo'yamiz. Bu hozir olmaga qoqilgani ketyapti. Klientlar olib ketadi, qoqilgani zakazga. Emi bizning hozir minus plus so'rovlarimiz bo'ladi. Emi bu tinchchaq o'tganda 1-2 so'rayli. Biz yashiklar qancha jasalishini bir ret ko'rdik. Anan siz bu terekleri satib olasizmi, qanday qilasiz? Tereklarni sotib olamiz. Bu terekdan chiqqan apelkani nima qilasiz? Apelkani ham bir firma bilan dogovorimiz bor. G'ishga olib ketishadi. Nima chiqqani bu porterdan tayyor bo'lganda apelkani olib ketishadi. Sotasiz. Sotamiz. Kunda 1,5 ming yashik chiqadi o'shanda. Minimum. Minimum. Bu dung bahsi qancha? Sizdan dung olsa kerak. Ha, bizda bitta yashikka biz nimada 6 so'mdan aqcha to'laymiz, bir qoqqan yashigiga 6 so'mdan. Bir bolaga 6 so'm. Bir bolaga 6 so'm o'tdi. Shtugi. Hozir baldar 200 ta qoqsa 1200 so'm to'laymiz-da. Tak. Bu 6 so'mdan qog'at ekan mana shu yashiklarni baldar. Ko'rdingizlar? Bu janaqa bir sloy, ya? Bu bir sloy. Shaftoli. Bu shaftoli bilan xurmoga. Bu nimamiz zagatovkamiz xurmoga zagatovka. Xudo xolasa bir jumadan keyin xurmo ham boshlanadi. Bu xurmoga zagatovkamiz. Bu bir sloyni qanchadan qog'at ekan? Buni 4 so'mdan. Bu 4 so'm. Bu janaqa o'zgachaligili bir g'ana mo'g'usi ko'p. Ha, bu naraka stoyka 8 lik deb qo'yamiz. Nariga olmaga 14 lik ishlanadi. Bo'ldi. 15. Negizi men o'zim bozorlarda ishlab yurganman. Unda yashikni yaxshi bilaman. Büt fruktlar qo'shini qoldinat. Tuğanlar gördüңүздөр, bir chetdan ko'ra oldingizlar. Mo'g'u yashiklar qanchadan bo'ladi? Bir sloydi. Misali dung satsangiz, bu qanchadan sotiladi demi? 50 so'm bu. Bu 50 so'm. Almaniki-chi? Almaniki 65 so'm. 65 so'm. Bu 50 so'm. Bu Bu janaqa emega da ketaveradi, chereshnya, xurmo, shabdali. Xurmo bor, ha. Bo'ldi, tushunukli. Biz har xil razmerda chiqaraveramiz. Uzum desa uzumga, anor desa anorga, shaftoliga, xurmoga, bardig'iga chiqarilaveradi. Eminday sizning bu ish tarjimalınız bo'yicha so'z qilaylik ichine. Bu ish boshlarganda qanday qiyinchiliklar bo'lyapti demi? Endi bu buncha nima qilib olguncha qiyinchiliklar bo'ldi, kanashda. Hamma ishda ham o'zining qiyinchiligi bo'ladi. Orqaga ketib qolgan kezlarda bo'lyapti-ku? Bo'ladi, boshida bo'ladi. Material topa olmay qolamiz, ba'zida nima qilamiz? Qoquvchi topilmay qoladi ba'zida zakaz bo'lganda. Qiyinchiliklar bo'ldi. Hamma ishda qiyinchiligi, o'ziga yarasha qiyinchiligi bor. Xudoga shukr, hozir hamma ishni yo'lga solganmiz. Yaxshi bo'lyapti. Endi bu Uchqo'rg'on Qizilqas sferasini edeginsiz. Klientlar ko'p. Klientlar bor.
Булар уже заказ менен болса керек Заказ. баары. Тем более азыр алма сезон келди, смеренг алма көп чыгат Чукоргондо. 5 yıldız бардыгы. Демек түшүнүктүү туугандар, көрдүңүздөр. Сизге эң кыйыны менимче терек табып келүү окшойт. Терек топ, заготовка. Аны куу менен сатып алат. Терек кымбаттап келсе сизге кыйын. Кый. Кана жүрүңүз эми, иштерге келик. Рахмат силерге, рахмат. Бир гана сизде эмес, башка жерлерде болсо керек эми Чукоргондо. Бар, Ушкурганда цехлар бар. Эң чоңу деп сизди уктук. Ана сизге келдик. Бар, ашы чоңураак биздики шекилге. Иштегенге жараша дейт туугандар. Көрдүңүздөр. Агабыздын ишине ийгилик каалап, бул кичи өндүрүш боюнча комментарий калтырып кетсеңиздер да болот. Биз видеону жыйынтыктадык. Аманчылыкта көрүшкөнчө эртең күнгө чейин.